Qo'shiqcha hamma o'ylab gapirsa, sen gapirib keyin o'ylaysan, ha? Meni vaqtim yo'q, tutqatar jag'alab shunda ketaversin. Meni ishim ko'p. Meni ham vaqtiga bormisizmi dadajon? Ishidan o'tsin. Bir jip portlab ketsa, sizni tashab qo'yaman. Qizim, cho'nim qizim. Ayirmakashlik qilma. Ana men yashaganda shoxi bormi? Ha, chunki men dadam kindigidan sipaganman. Dada bitta piyola sindirib qo'ydi. Ayam meni qo'la urdi. Battar bu zo'r ish qilibdi. Bolani urib tarbiya qilmasa, senlar odam bo'lmaysanlar. Dada ozg'inani yo'qlaruvdi. Ayam meni bir safar turdi. Nima? Urdi? O'zimni jigiri. Parvardacha payqaqqa qo'lim urib sildiraman hozir. Anam tirik. Qo'yamasa. Yana bir marta tushundingmi? Dada, ot bo'vering. Yo'q, ot bo'lmayman. Eshak bo'laman, qizim. Bir kechada qiz kirib ketdi, odamni qo'rchoqdek o'ynatadi. Yomon Iskandar Buildings Mavlud loyihasining o'zi 85% sotilibdi. Anshaqdan bitta uy olish kerak-da. Dada, oyog'im olib ketdi, ko'taring. Bola meni belim bo'lmaydi, meni rejam bor, menga vaqti o'r mumkin emas. Voy, boshim aylanyapti. Dada, yurgim kelmayapti. Voy, jonim qizim, yelkamga chiqing mindirib ketaman. Ha, ishlar. Senlar yetimsanlar, dadangga bitta qizi bor xolos. Parvardachi mana gazobullangan bitta xo'rozxon, tilla qizimga bitta quvurchaq bilan bitta plitka shokolad oldim. Hamma erkaklar o'g'il desa, siz qizingizni buncha yaxshi ko'rasiz. Qiz bola sherin dadasiga mehribon bo'lar. Sen buni tushunmaysan. Buni faqat qizi bor otalar tushunadi. To'g'rimi?